7 etajga domdan sizlar uchun yaxshigina bir 3 xonali uy topib qo'ydim. Hozir sizlar bilan uy ichini bitta ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirishimiz bilan kattagina prixoshkamiz, prixoshka mebellarimiz qoladi. O'ng tarafimizda oshxona mebellari bor, xolodilniklar qoladi. Duh konturni отопление bilan siladi. Bitta narsani aytib o'taman. Ko'pchilik 7 etajgada oshxonasi tor, bularniki kattagina. Xo'p, oshxonadan chiqishimiz bilan zal qismiga o'tamiz. Zal qismida ham konditsioner, televizorlarimiz qoladi. Hattoki mana mebellarimiz qoladi. Xo'p, zaldan chiqishimiz bilan qaranglar, yana kattagina prixoshkamiz bor ekan. Xo'p, chap tarafimizda hojatxonamiz joylashgan. Ko'rishinglar mumkin, kattagina. Xo'p, hojatxonadan chiqishimiz bilan detskiy xonamiz. Detskiy xonamizda ham barcha sharoit bor ekan, mebellari bor. Xo'p, yotoqxonamizni ham ko'rib chiqamiz. Yotoqxonamizda ham polni mebellari bor. Xo'p, vanna qismimiz kafil qilingan, sharoitlari yaxshi. Uyimiz 7 etajli dom, 6-etajda o'rtada joylashgan, kattaligi 58 kvadrat. Uy egalari narxi 50 ming deyaptilar. Yana ham ozgina o'tib beradigan joylari bor ekan. Pastda nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilishinglar mumkin. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, aniqroq tushuntiradigan bo'lsak, Chirchiq shahar, Roshada 7 etajga domlar.